Seni yigitching tirik ekanmi? Bu meni yigitim emas. Kiming unda? Bore. Senga kattalar gaplashayotganda aralashmagin deyishmaganmi? Bo'ldi. Qoch. Ketgin iltimos bor. Sen bilan keyin gaplashamiz. Ha, aytguncha. Keyin ogohlantirmadi demagin. Yigitingga aytib qo'y. O'ziga ehtiyot bo'lsin. Tag'in yo'q bo'lib qolmasin. Bo'ldi, qoch arzimaydi. Qara uni qanaqaligini. Ne yana bunaqa qotdi? Nima, prosta kechirib ketursinmi? Unga ham oson emas. O'zidan o'tganni faqat o'zi biladi. Endi aybini yuvishing kerak. Omad. Sizlarni o'tga yig'ishimdan maqsad sizlar bilan bitta ish boshlaymiz. Xullas, mana shu territoriyani egallashimiz kerak. O'zi shu ishlarni deb o'lib ketishingga sal qoldi. Yana shu yo'lga qaytmoqchimisan? Men ular qilgan ishni prostakka qoldirmayman. Hammasi qilgan ish uchun javobini beradi. O'zing bilasan. Meni bu ishlarga aralashtirma. Qo'rqyapsanmi? Yana kimdir ketmoqchimi? Yordam kerak bo'lsa, biz shu yerda. Xullas, Rahmatjon tirik ekan. Sen uni qatdan taniysan? Maktabda birga o'qiganmiz. Hozir universitetda ham birga o'qiyapmiz. Yaxshi, mana shu ko'zimizdan oldi ekan. Uni yaqinlarini taniysanmi? Ana u qiz Shirin. Kim bo'ladi unga? Sevgilisi, menimcha. Keyin Samandar degan o'rtog'i bor. Yana onasi ham bor.